Ko'pchilik yo'l qo'yadigan top 3 ta xatoni qaytarmasangiz, sizda ham klubnika shokoladi ideal darajada o'xshab chiqadi. Eng birinchi xato mevalarni muzlatgichga qo'ymaslik. Iliq holatdagi mevada shokolad formasini ushamaydi, tez qotmaydi va notekis chiqadi. Ikkinchi xato shokoladni to'g'ri tanlamaslik. Har doim sifati yaxshi, mayin shokoladdan foydalaning. Ana endi hammada muammo bo'ladigan 3-xato, ya'ni shokoladni eritish. Eng oson va samarali usul: shokoladni maydalab idishga solib mikrovolnovkaga qo'yasiz, 15-20 gacha sanab olib aralashtirib, yana bir marta shu ishni takrorlaysiz. Yaxshilab erigan shokoladga yaltirab chiqishi uchun o'simlik yog'i qo'shib aralashtiramiz. Muzdek holatdagi mevaga shpajka tiqib, barglarini yig'ishtirib, xuddi shunaqa shokoladga botirib olamiz. Meva qanchalik muzdek holatda bo'lsa, shokoladi qalin va tekis chiqadi. Eslatib o'taman, muzdek holatda bo'lishi kerak, muzlatib qo'yish kerak emas. Shokoladga botirilgan klubnikalarni pergament qog'oz yoki folga solingan idish ustiga terib chiqamiz. Shokoladlari yaxshilab qotib olishi uchun xolodilnikka joylaymiz. Men shoshilganim uchun morosilkaga qo'ydim. Yarim soatga qolmasdan shokoladlari ideal darajada qotdi. Agar ustiga strushka yoki qanaqadir boshqa posipkali sepmoqchi bo'lsangiz, shokoladni qotmasdan oldin seping. Sizga qanaqa bilmadim-u, uy sharoitida eng ideal klubnika shokoladi tayyor. Like bosib saqlab oling.